Kista miyomala nimadan paydo bo'ladi? O'sha mal'iy tazdagi qon aylanishi yaxshi bo'lmay qolganida, limfa aylanishi yaxshi bo'lmay qolganidan keyin o'tda bundoq hammasi bundoq qo'big'iga kirib qoldi, o'tda aylanib kirib chiqishli yo'q, yaxshi aylanmayapti, ichida ham spaychini protsesslar bo'lganidan keyin, конечно, o'tda har xil obrazovaniyalar paydo bo'lishni boshlaydi. Любой joydagi kista paydo bo'lgani, любой, tanangiz, любой, mana tizzada paydo bo'ldimi, boshda paydo bo'ldimi, o'sha yerdagi qon aylanishi moddalar ana shuni yaxshi bo'lmaganidan, o'sha yerdagi funksiyalar to'liq bajarilmayotganidan paydo bo'ladi. Demak, o'sha matkadagi kista miomalar ham o'sha yerdagi mal'iy tazdagi organlardagi o'sha qon aylanishlari, limfa aylanishlarining yo'li to'silayotganidan paydo bo'ladi. Uni biz spaychini protsesslarni yechib, to'g'ri harakatda, erkin harakatda yuzaga keltirib bersak, qon bilan ta'minlanishini, limfani kirib chiqib, aylanib chiqib ketib, tozalanib turishini ta'minlab bersak, o'sha bor kista miomalar ham so'rilishni boshlaydi va yengillari paydo bo'lmaydi. Bo'lmasa u qayta-qayta bittasini olib tashlasa boshqasi, bittasini olib tashlasa boshqasi o'saveradi.